Mana hurmatli obunachilarim, qulpnay ko'chatlar juda ham chiroyli tuvaklarda turibdi. Bular Albion sorti hisoblanadi. O'sha ayrimlari gullash kelgan, hali yosh ko'chatlar. Bu yerda katta yo'l bo'lmaganligi uchun hali hosilga kirmagan. Geran gulla ham bor sotiladigan, viloyatlarga chiqariladi. Geran gulla ham вообще chiroyli holati. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga ko'rsataman. Mana geran gulla. Chaman bo'lib ochilib turibdi. Вообще chiroyli holati. Kimga kerak bo'lsa, viloyatlarga, Samarqand, Surxondaryo bo'lsa, qulpnay ko'chatlar, gul hammasini chiqarib bera olayman. Mana qulpnay ko'chatlar. Qulpnay ko'chatlar ham tuvagi bilan sotilaveradi. Kelishamiz narxini. Mana ichidagi kokos bo'ladi. Bu kokos qimmat turadi. Buni tushungan tushunadi. Tushunmagan tushunmaydi. Bag'da geran gullar mana ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir qulpnaylarni ham ko'rsatib o'taman. Mana holati, вообще chiroyli joy. Bu joyimiz Uchqo'rg'onda, Qayqida joylashgan. Kelib bemalol ko'rib, o'zingizlar olib ketsanglar ham bo'ladi. Telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilinglar. Mana geran gullar. Videoni ko'ringlar, kanalimga obuna bo'linglar. Mazza qilib ko'rasizlar buni. Kechqurun ham, kunduzi ham. Bu yerda ancha chiroyli gullar bor, atir gullar bor, limonlar bor. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana ekan. Mana shu ko'chatlarni men sotaman. Shularni. Bu joy meni joyim emas. Bu yerda sotuvchi bo'lib ishlayman. Shular narsasini, mahsulotlarni Surxondaryo, Qashqadaryolarga jo'nataman. Вообще chiroyli joy o'zi ham. Bitta like bosinglar, obuna bo'linglar kanalimga, qarindosh urug' tanish bilishlarga tashlab yuboringlar. Mana geran gullar. Voy, chiroyliligini qaranglar.